Juda qimmat aytyapsiz aka. Buni narxi 6,5 million barakami? Yo'q aka. 15 milliondan kami yo'q akajon. 15 million? Sal o'ylab aytsangizchi. Bo'lsa bunda bir 100 kilo borani 120 kilo go'shi bor. Insof bilan so'rang. Baraka. Akajonim, buni faqat siz go'shtini hisoblamang. Sutchi buni kuniga 15 litrdan sut beradi. Aka, martma 8 million. Bormi baraka? Yo'q aka. Qo'shing aka. O nimasini qo'shadi? Qarang, nimasini qo'shadi. Sutdan boshqa nima beradi bu deysiz? Aka, buni turishi boylikka akajonim. Buni yem xashagi bor, u ham pul. Buni go'shti sutini hisoblaganda ham 9 millionga tortmaydi. Aka shu bozorda aytyapman men aka. 15 millionga sotsangiz, men 100 ming so'm qo'shib beraman. Yo'q akajon, 15 milliondan kami yo'q. Kep qolinglar, tezakni zo'ri keldi, kep qolinglar. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda, kep qolinglar, tezakni zo'ri keldi. Aka, bu tapisi yog'limi? Yo'q aka, o'ngi tushgandan yoqsangiz yonadi, javob aka. Olganim bo'lsin. Oldim aka, 15 million ha? Yo'q akajonim, 15 million 100 ming so'm. Baraka oling. Mana mehmon. Mana tezak yo'qlar. Tezak? Tezak. Ha. Olov bo'ladi, olov. Yoqadi pechkiga soladi, olov bo'ladi, mehmon. Ha, otash yo'q bunda. Ha, otash bo'ladi. Ha, buning fiyati ne kadar? Parası? Nech pul deding? 80 ming so'm. Ko'mir qo'shilganicha? 100 ming so'm. 100 ming. 10 dollar. 10 dollar. Oho. Kardeşim bak, siz duvar gazını ihracat etmeyin. Evet. Siz bunu ihracat etin. Nima deyapti? 10 dollar ya. Siz tezakni eksport qilib, gazni o'ziz yoqing deyapti. Siyosat aralashmang, mehmon.